O'z-o'zidan biz ikkinchi bo'limga kiramiz. Ikkinchi bo'limda nima degan edik? Konuşma imtihonining ikkinchi qismida asosan B2 darajadagi savollar so'raladi. Va kutilgan javoblar ham B2 darajada bo'lishi kerak. Bu qismda 3 ta bir-biriga bog'liq savollar bir vaqtning o'zida beriladi va bu savollarni yaxshi tasavvur qilishingiz uchun bir dona rasm ham ko'rsatiladi. Demak, bizga nima ekan? Ikkinchi bo'limda ham bir dona rasm berilar ekan. O'rtoqlar, lekin bor. Lekin bu rasmni sharhlash so'ralmaydi. Bunga ham e'tibor beringlar. Ko'pchilik shu yerda ham adashadi. Ikkinchi bo'limda rasmni sharhlashingiz shart emas. Faqat birinchi bo'limda sharhlaysiz. Demak, eslab qolishimiz uchun ikkita rasm bo'lsa sharhlaymiz, bitta rasm bo'lsa sharhlab o'tirmaymiz. Juda oddiy, menimcha eslab qoldinglar deb o'ylayman. Chunki çok zekisiniz. Geliyor, evet. Çok güzel. Hop, demek nima dedik? İkinci bo'limda rasm beriladi, faqat rasmni ifodalamaymiz. Rasmni ifodalamaymiz. 1 daqiqa vaqt beriladi, 2 daqiqa esa javob berish beriladi. Hop, bu bo'limda asosan B2 darajadagi savollar va kutilayotgan javoblar ham B2 darajada bo'lishi so'raladi. Misol uchun bu yerda o'rnak agentlik tomonidan berilgan o'rnak savol bor. Nima deyapti? En son işlerinizi yetiştiremediğiniz zamanı söyleyiniz. Hop. Zamanı nasıl yönetebiliriz? Sizce neden geçmişteki insanlar her şeyi deneyimlemeye zaman bulmuşken günümüzde bizim buna zamanımız yetmiyor? Hop, bu yerda birinchi bo'limga qaraganda farqi shundaki rasm ifodalanmaydi birinchisi. İkincisi 3 ta savolga bitta vaqtni o'zida javob berasiz. Bu yerda 3 savol, 3 savol ham bir vaqtni o'zida beriladi o'rtoqlar. Bittada javob berish kerak bularga. 3 ham bittada javob berasiz. 3 savolga ham 1 minut tayyorgarlik ko'rasiz va 2 minut ichida o'sha 3 savolga javob beradigan matn tayyorlashingiz kerak bo'ladi. 2 savolga javoblar ichida mujassam qilgan bitta matn so'zlab berishingiz kerak bo'ladi. Agentlik xodimlari tomonidan sizga ruchka, qalam, ya'ni va qog'oz beriladi. Demak, bu yerda 3 savolga ham javob berishingiz kerak 2 daqiqada. Hop, en son işlerinizi yetiştiremediğiniz zamanı söyleyiniz. Nimadir haqida sizdan xotiralaringizni eslasingizni so'raladi. Bu yerda birinchi bo'lib har doim 90-95% holatda nimanidir gapirib berishingizni so'raydi. Siz bilan bog'liq bo'lgan nimanidir tushuntirib bering deydi. Misol uchun bu yerda mana en son ishlarningizni yetishtiremediğiniz zamanni söyleyiniz degan yoki bo'lmasam bundan boshqa o'rnak oladigan bo'lsak, misol uchun en son birini çok güzel yaptığınız sürprizi anlatın. Shunga o'xshagan narsalar bo'lishi mumkin. En son mesela aldığınız en büyük hediye ya da harcadığınız büyük para, shunga o'xshagan eng oxirida nima qildingiz? O'zingiz haqidagi bir xotirani, o'zingiz haqidagi bir o'tmishni gapirib bering deydi. Va shu bilan bog'liq keyin yana savol so'ralgan mana. Bu yerda o'zi birinchi savolni tarjima etib ketaylik. En son işlerinizi yetiştiremediğiniz zaman oxirgi marta deyapti, vaqtlaringizga ulgura olmagan paytingizni ayting deyapti. Eng oxirgi marta qachon vaqtlarga ulgura olmay qolgan paytingizni tushuntirib bering deyapti. Misol uchun ben geçen hafta pazar ertesi günü sabah işlerimi çok güzel bir şekilde planlamıştım ama o gün pazar ertesi günü yapacağım işlerin hepsini yetiştiremedim. Bit. Misol uchun o'rnak sifatida aytyapman yoki bo'lmasam geçen ay yazın tatilde yapmam gereken işleri hepsini planlamıştım ama bir ay boyunca o planlarımı hepsini yetiştiremedim. Zamanında her şeyi yerinde yapamadım. Bu ham o'sha birinchi savolga javob bera oladi. Keyin zamanı nasıl yönetebiliriz? Vaqtni qanday boshqara olamiz? O'sha ingliz tilida bilsa kerak time management degan narsa yangi kirib kelgan so'z. Yangi kirib kelgan so'z, o'zi aslida yangi emas u. Zamanı nasıl yönetebiliriz? Vaqtni qanday boshqara olamiz yoki taqsimlay olamiz deb tarjima qilsak bo'ladi. Hop, bunga javobni ham xuddi shunday o'zingizdan kelib chiqib javob berishingiz mumkin. Demak, şimdi boshida bitta o'rnak bilan bog'lab ketamiz endi buni ham.
Ben geçen ay, misal için geçen ay yazın tatilde yapmam gereken işlerimi, bir aylık işlerimin hepsini planlamıştım. Ama tatilde yapmam gereken işlerin hepsini zamanında ve yerinde doğru yapamadım ve yetiştiremedim. Degenden keyin zamanı nasıl yönetebiliriz hakkında gapirmesek var. Ben o anda anladım ki benim hatayım, yani u yerda qilgan noto'g'ri ishim shu sababli bo'lgan, shu sababli men vaqtni yetishtira olmaganman va shu uchunga yechim qilib. Ben o zaman hatayımı anladım ki ben her şeyi doğru düzgün not almamışım. Misal uchun o'sha paytda haqiqatda hamma narsani to'g'rilab rejalarga yozib qo'ymagan ekanman. Shu uchun men yetishtira olmaganman. Doğru düzgün not almamışım. Yani saatine göre veyahut da gerekirse dakikasına göre yapmam gereken işleri planlamam lazımdı ki ben işlerimi yetiştirebileyim. Zamanı nasıl yönetebiliriz? Zamanı dediğim gibi, az önce söylediğim gibi yapmamız gereken işleri bir ay öncesinden veya bir hafta veya 2 ay öncesinden de planlayabiliriz ve o biz bu ayı, bu haftayı, bu süreci o planladığımız plana göre değerlendirmemiz, sürdürmemiz lazım. Bu şekilde bir zamanı yönetebiliriz deymiz. İkinci savolga. Bir bilan ikkini bog'lab ketdik. Bittan o'zida keyin uchinchi savolda nima deb siz neden geçmişteki insanlar, yani bu yerda birdan to'g'ridan tarjima qilib ketamiz. Siz yani qadimgi zamonda nimaga hamma inson ishlarni qilib ko'rishga vaqt topgan, biz nimaga qilishga vaqt topolmayapmiz deydi. Va buni o'rtoqlar hamma bitta o'ylab ko'rsinchi, nimaga shunaqa? Ya'ni qadimda nimaga hamma ishlarni qilib ko'rishga deyapti. Bu yerda deneyimlemek. Deneyim degan o'rtoqlar qilib ko'rish. Qilish emas, o'shani ham ko'ringlar. Qilib ko'rishga vaqt topishgan. Nimaga hozir biz vaqt topolmaymiz? O'sha ishlarimizni to'g'ri planlamaymiz, rejalashtirmaymiz va rejasiz qilingan ishlar yo'qotilgan vaqtlar demakdir. Agar bizning ishlarimiz rejalanmasa, oraga rejada yo'q ishlar qo'shilib qoladi va vaqtimiz behuda sarflanadi. Boyagi o'sha ikkinchi bilan birdan bog'lab o'tib ketishimiz kerak. Xo'p, nima degan edik? Zamanımızı planlarımıza göre zamanımızı değerlendirirsek işlerimizi zamanında yetiştirebiliriz. Çünkü buna ovoz yaxshi kelyapti. Kesin çok faydalı bilgiler. Mutlaka herkes katılsın. Nimagadir ovoz yo'qdek tuyulyapti. Devorga gapirmayotgan bo'lsam mayli endi. Ovoz bormi? Ovoz bormi? Bitta yangi nima qilib ketaylik. Javob berib ketaylik. Shubhalanib qoldim, ovozim boryaptimi yo'qmi? Bor, ha bor. Bo'ldi. Diqqat nazoratimiz bor ekan. Çok güzel. Şimdi buna Türkçe olarak cevap veriyoruz. Sizce neden geçmişteki insanlar her şeyden önemli? Dediğim gibi geçmişte insanlar zamanlarını bir ay öncesinden veya bir hafta öncesinden planladıkları için her şeyi denemlemeye zaman bulmuşlar. Ve günümüzdeki teknolojiye göre o zamanın teknolojisi daha gelişmemiş olduğu için insanların zamanını çalmıyor. Şimdiki günümüzde teknolojinin daha çok gelişmesiyle bizim zamanımızı biz çoğu zamanımızı sosyal medya için ayırıyoruz. O yüzden de her şeyi deneyimlemeye zaman bulamıyoruz gibi cevap versiniz buna. Juda oson. Men hozir buni juda tez gapirib berdim, chunki dars hech kimning vaqtini o'g'irlab qo'yishni xohlamayman. Shuni sal sekinroq gapirsanglar, sodda qilib, o'ylab javob bersanglar, juda chiroyli javob chiqadi. Geçmişte insanlar her şeyi deneyimlemeye zaman bulmasının ana nedenlerinden biri onların zamanında teknolojinin daha az gelişmiş olması. Dep cevap verseler var. Daha az gelişmiş olması. Ve onlar zamanını doğru bir şekilde değerlendirmiş olması. Şimdi günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte ve insanlar işlerini planlı olarak yapmadıkları için kabe gapirsangiz
Men hozir buni juda tez gapirib berdim va sekin ham gapirib o'rnak qilib berdim. 2 daqiqa siz uchun juda ham ideal vaqt o'zi aslida. Bemalol gapirishingiz mumkin. Hop. Endi bu yerda misol uchun sizdan yana o'sha holat, siz deylik misol uchun en son ishlaringizni yetishtirmaydigan zamonni so'ylaymiz. Birdan shunga o'xshagan savol tushib qoldi. Hayajondasiz, vaqt ketyapti, bilmayapsiz qaysi ishni haqiqatda ulgura olmay qolganingizni yoki sizdan eng katta qilgan xarajatingiz haqida so'raldi. Esla olmayapsizki, siz qachon eng katta xarajat qildingiz. Bu umuman ahamiyatli emas. Siz shunchaki u yerda to'g'ri kelgan narsani gapirsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, misol uchun deylik, eng katta qilgan xarajatingiz haqida so'ralyapti. Siz uni qilgan bo'lishingiz shart emas. Aytib ketaverasiz. O'tgan yil uy oldim, mashina oldim yoki bo'lmasam eng qimmat telefonni sotib oldim deyishingiz mumkin. Farqi yo'q. Shuning uchun qotib qolmaslik, iloji boricha qotib qolmaslik. Random kelgan savolga random javob berib yuborishlik. Misol uchun, zamonini yetishtirmaydigan zamonni so'raysiz. Geçen hafta, geçen ay, misol uchun dün yetishtirmadim. Farqi yo'q. Geçen yil farqi yo'q. Shunday javob beraverasiz. Demak, bu ikkinchi bo'lim xuddi shunday. Nima qilar ekanmiz? Rasm nima bo'lar ekan? Izohlanadimi? Izohlanmaydi. Qaranglar, rasmda mana vaqt bilan bog'liq anaqa berilgan. Rasm berib ketilgan. Rasmda. Bu ifodalanmaydi va uchala savolga 2 minut ichida birdan javob berib ketish kerak. Har biriga alohida va o'rtoqlar, javob berish uchun berilgan 2 daqiqaning ichida siz savolni o'qishingiz mumkin emas o'zi aslida. Misol uchun 1 minut berildi, ha bularni gapiraman, ketdi 2-daqiqa. 1 minut 59, 1 minut 58. Siz keldingizda savolni o'qiyapsiz. En son zamonni yetishtirmadingiz. Ben en son bu noto'g'ri. Bunga siz allaqachon tayyor bo'lgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni 2 minut ketdi degan signal berilganida sizda allaqachon javob tayyor turgan bo'lsa kerak. Ben geçen sene yazın bir ay planladığım işlerimi yapamadım. To'g'ridan to'g'ri ketishingiz kerak. Bu yerda en son ishlarimizni yetishtiramiz zamonini so'ylaymiz. Ben en son juda ko'pchilikda qilinadigan xato. Keyin unga javob berib bo'lgandan keyin zamonni nasıl yönetabiliriz? Ben zamanın nasıl yönetmek hakkında şöyle düşünüyorum. Bu yok, hata bu ortalar. Bu yanlış, çok büyük yanlış. Bunu to'g'ridan to'g'ri bittan o'zida gapirib ketish kerak. Bunga sizga o'ylab olishingiz uchun, tayyorlanib olishingiz uchun 1 minut soatdan vaqt berilgan bo'ladi. Savollarni o'qib olishingiz uchun, javob berish uchun berilgan vaqt ichida savolni o'qib o'tirish juda ham katta xato hisoblanadi. Buni menimcha tushunib oldinglar degan umiddaman. Demak, birinchi bo'lim ketdi. Birinchi bo'limni o'zi 2 ga ajraldi. Bittasida rasm ifodalanadi, bittasida ifodalanmaydi. Ikkinchi bo'limda bitta rasm beriladi, ifodalanmaydi. 3 ta savolga bittada javob berish kerak bo'ladi. O'zi bizda 3 ta bo'lim bor edi. Endi qoldi bizda 3-chi bo'lim.